Mana inshaalloh xayrli bir ishni boshida tutgan edi mahallamiz. Alloh o'zi avvalambor Allohdan barcha narsa yaxshilik ham Allohni bizga bergan bu ulug' ne'mati yaxshilikga Allohga cheksiz hamd sanolar aytamiz. Va mana shu yaxshi ishga, yaxshi niyatlar bilan bosh qo'shgan akalarimiz bor, To'lqin akamiz bor, Qilichev, Oybek akamiz, Abdiy Oybek aka, Laversa, Anvar akamiz bor. Yana bir qancha akalarimiz bor. Mana mahalla raisimiz, Maylo opamiz, qolaversa yana bir qancha yoshlar. Men shundan o'zimni bitta birodarim bor, Jonibek. Davlat Dilmurodov, davlat emas. Dilmurodov Jonibek. 11 september oxirida. Inshaalloh mana shu birodarlarimizdan, aka-ukalarimizdan ham barchalarini Alloh taolo o'zi rozi bo'lsin. Yana bir qancha akalarimiz bor. Sirliyev, juda endi aytamiz hammani o'zini o'rni borda. Ismoilov albatta birinchi o'rinda, chunki ta'lim dargohi, maktab ustozlarni o'rni juda Turdiyev Mahmud aka bor bu yerda. Ustozlarni albatta o'rni muhim, chunki yoshlarning ta'lim tarbiyasida ustozlar birinchi navbatda javobgar shaxs. Mana kelajak avlodning ta'lim tarbiyasida Alloh ularga kuch-quvvat, shijoat bersin. Ana shu yaxshi ishga bosh qo'shgan har bir akalarimiz bormi, ukalarimiz, opa-singillarimiz bormi? Men shu narsani bilamanki, mahallamizda yoshi qari barcha birday harakat qildi. Mablag' bilan iqtisodiy tarafdan yordam berganlar bo'ldi. Iqtisod tarafdan yordam bera olmaganlar duo qilishdi. Duodan gap katta. Inshaalloh mana shu ishni bosh qo'shib, mana shunday albatta mana shu xayrli ishga sababchi bo'lganlarni Alloh taolo ajr mukofotini ziyoda qilsin. Mana shu boshlangan ishimizni Alloh taolo boshini xayrli qildi, oxirini ham xayrli qilsin. Tez fursatlarda mana shu bo'lajak qurilayotgan inshootlar tez fursatlarda tugallanib, mana shu el xalqimiz, yoshlarimiz tasarrufiga topshirishni Alloh taolo o'zi nasib aylasin. Barchalarimizni yuzlarimizni yorug', martabalarimizni ulug' qilsin. Amin. Rahmat hammaga.